Mashalloh, manzarani qaranglar. Bu manzarani faqat sizlar Tibet sanatoriyasidan topasizlar. Sizlar so'radinglar, biz chiqazamiz. Bugun biz Tibet sanatoriyasiga tashrif buyurdik. Sizlar bilan birgalikda Tibet sanatoriyaning shart-sharoitlarini va narx-navosini tanishib chiqamiz. Qani keting. Tibet sanatoriyaga tashrif buyurgan zahotinglar sizlarni shunaqa shinamgina kuchsiz zali kutib oladi. Sizlar bu kuchsiz zalida o'tirib, har bitta xodim sizlarga individualniy xizmat ko'rsatadi. Xonanglar haqida, shart-sharoitlar haqida to'liq ma'lumot beradi va sizlarni xonanglarga kuzatib qo'yadi. Bu xonaga kirgan zahotinglar chap qo'linglarda sanuzilimiz joylashgan va o'rtada 2 kishilik yotoqxonamiz va hoji onamiz bilan hoji otamiz mazza qilib choylarni ichib, sizlarni duo qilishinglar uchun kichkinagina mana joyimiz, divanchalarimiz bor va mazza qilib tabiat qo'ynida toza havolarni hillab, shaharda changlardan uzoqda bo'lib, sizlarni duo qilib o'tirishlari uchun mana kichkinagina o'tiradigan yana joyimiz bor. Bu xonamiz standart xona hisoblanadi va bundan tashqari lyuks xonamiz ham bor. Endi sizlar bilan birgalikda muolaja oladigan joyni ko'rib chiqamiz. Bunaqa mazza qilib dam olgandan keyin mazza qilib muolaja olish ham ketadi. Qani ketdi. Har bir dam oluvchi muolaja xonasiga tashrif buyurgandan keyin uzi, ginekolog, urolog, kardiologlarni oldin ko'rigidan o'tib oladi va yo'llanma berishadi. Shundan tashqari qanday turdagi fiziolecheniyalar olish, qanday turdagi massajlar, qanday turdagi tokli lecheniyalarni olishga yo'llanmalar berishadi. Agarda sizlarga qarshi yo'llanmalar berishmaydigan bo'lsa, bemalol shu Tibet sanatoriyasidagi barcha muolajalardan qabul qilsanglar bo'ladi. Bularning ichiga ginekolog, urolog, kardiolog, uzi vrachlarimiz, turli xil tokdagi fiziolecheniyalarimiz, Qrimdan olib kelingan balcholarimiz, fitobarlar va undan tashqari turli lecheniyalar juda ko'p. Izohlarda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqib yanada to'liq ma'lumot olasiz mutaxassislar tomonidan va Tibet sanatoriyasiga tashrif buyurib mazza qilib lecheniya olasizlar. Qani ketdik. Bu oshxonamizda sizlarni bir kunda 3 mahal shvedskiy stol kutib oladi. O'zinglarni xonanglar ko'rsatilgan joyga kelib o'tirasizlar, mazza qilib taomlanib ketasizlar. Ushbu sanatoriyamiz o'zi reklamaga muhtoj emas. Biz faqat sizlarni hoji onamiz va hoji otamiz mazza qilib dam olib ketish uchun joy qidirayotgan bo'lsanglar, shinamgina joylarni ko'rsatib qo'ydik. Izohlarda telefon nomerlarini qoldiramiz, akkauntlarni belgilab qo'yamiz. O'tinglar, yanada to'liq ma'lumot olinglar, mazza qilib dam olib ketinglar. Unutmanglar, sizlarning sog'lig'ingiz va ishonchingiz biz uchun muhim.